Yer narxida 4.9 sotiq 7 xona Abu Sahiyning yonida Shakarchilar Tokzor mahallasida sotiqiga 23,5 mingdan, ya'ni 115 ming dollarga tayyor uyimizni berib yuboryapti. 7 xona 4.9 sotiq. Darvozaxonada shunday kirganimizda chap qo'lda bitta xona bor. Endi u hozir hech kim yashamayotganligi uchun gilam to'shalmagan, eskiroq remontda. Va o'ng qo'lda bitta xona bor. Bu yerda mana sklat qilib qo'ysalaringiz bo'ladi, bemalol ishlab chiqarish qilib qo'ysalaringiz bo'ladi yoki sal qarab olib xona qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Darvozaxonada mana 3 ta mashina sig'adigan joylari bor, zelen zonalari bor. Hovliga qaraganimizda mana o'ng qo'lda oshxonasi va bitta xona, hammom, hojatxona, bu yoqda kladovka, bu yoqda mana podvali, asosiy uyga kiramiz mana. Mana hovliga kirganimizda kattakon hol. Zal qilib foydalansangiz bo'ladi bemalol, mana akvariumlari bor. Qo'ldan kirganimizda svet yo'q ekan, o'ng qo'lda ichki sanuzeli, bu yoq mana basseyn qilib qo'yilgan. Chuqurcha ancha zo'r chiqibdi lekin. Kirganimizda chap qo'lda birinchi xonamiz yopiq ekan, buni rasmini qo'yib qo'yamiz. Bu yoqda mana ichki hojatxonasi. Kirganimizda chap qo'ldagi xonani ikkinchi hovda chiqishi, bu yoqda o'ng qo'lda ota-onalar yotoqxonasi, ko'rishingiz mumkin. Ancha keng, yorug'. Shunday kirib yashayveradi, remont shart emas ekan bu yerda. Ota-onalar yotoqxonasining to'g'risida detskiy xonamiz. Yaxshi aboylardan qilib qo'yilgan, lekin qarab oladigan joylari bor ekan, salgina shilingan joylari bor. O'zingiz uchun to'g'rilab olasizlar. Bu yoqda mana alohida oshxonasi, bitta xonasi, katta konseyner bor. Kirsalarsiz kattagina. Ichkarida mana oshxonasi. To'liq akvariumda kattagina. Yaxshi mebel texnikalardan qo'yib qo'yilgan. Endi texnikalarni alohida gaplashasiz. Bu summaga kirmayapti. Kelsalar tashib ketishadi mana. Svet, suv, gazda umuman muammosi yo'q ekan. Shahar kanalizatsiyasi ulangan. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Mana O'rikzordan Abu Sahiyga qarab ketishda, o'ng qo'lda Shakarchilar mahallasida, betonkaga taxminan 300-400 metrlik masofada shahar kanalizatsiyasi ulangan. Mahallada mana masjid bor. Mana hovlining tashqi tomoni, zelen zona zahmatlari bor. Ko'rishlaringiz mumkin, tayyor hovli. O'rikzordan Abu Sahiyga qarab ketishda mana o'ng qo'lda Tokzor mahallasida, mana ichkariga 400 metr kirganda chap qo'lda. Ko'rib turgan hovlilaringiz 23,5 mingdan, ya'ni yer hisobida sotib olinyapti. 23,5 mingdan 4.9 ko'paytirsangiz 115 ming bo'ladi. Faqat naqdga sotilyapti. Pastda egallarning nomeri, lokatsiyalar bo'ladi. Buni arzon variantlarni o'tkazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.